Aka Xitoydan kelgan tovarlarni rasmda va hayotda qanaqa kelganini solishtirib ko'ramiz. Ikkinchi qism. Birinchi shunaqa korobkadan boshlamoqchiman. Sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi bu narsani. Polin. Kartochkalari. Wow. Rangini ko'rdinglar, xo'ja. Tadam! Wow, kachestvosini. Bu sumkani sovg'aga olsanglar ham juda ham zo'r sovg'a ekan, idealniy sovg'a, chunki korobkalari bilan, dokumentlari bilan. Videoni oxirida bularni hammasini qatdan zakaz qilishinglar mumkinligini aytib ketaman, shuning uchun oxirigacha ko'ringlar. Keyingisi bu adashmasam sumka bo'lishi kerak. Ha, sumka. Yaqinda o'qishim boshlanadi, o'shanga sumka oldim o'zimga. Tadam! Gap yo'q. To'g'risi nima deyishga tilim ojiz. Buni chiroyliligini qaranglar, shunaqa ideal darajada ham bo'ladi sumka degan. Buni ichiga hamma narsa sig'ib ketaveradi. Undan tashqari juda ham stilli. Mana ichi bugundan boshlab bu meni eng sevimli sumka. Keyingisi men buni ochib qo'ydim, конечно. Lekin kiyib ko'rsataman sizlarga. Jinsi. Niski pasarda jinsi oddiy. Buni kachestvasi juda ham zo'r. Rangi shunaqa gryazniy. Hozir kiyib ko'rsataman. Videoda ko'rib turgan barcha narsangizni aynan shu Telegram kanal orqali zakaz qilishingiz mumkin. Raspakovka qilishga hali bir ikkita narsam bor edi. Ularni keyingi videoda raspakovka qilaman.